Yegani yaratquchi Abduri Yarmuhammad Jaloliddin. Planlag'uchi Sajiya Islom tadqiqot markazi. Mas'ul muharrirlari Dr. Abdul Aziz Rahmatullah, Abduvali Sayid, korrektor Abduvali Sayid, bat va muqovil loyihalaguvchi A. Aqxon. Aqida bilan axloq orasidagi munosabat. Aqida bilan axloq orasidagi munosabat go'yo shakl bilan mohiyat orasidagi munosabatga o'xshaydi. İnsanның ish-harakat va amallarini axloqdan ayirib tasavvur qilg'ili bo'lmagandek, axloqdan ayrilgan aqidani tasavvur qilg'ili bo'lmaydi. Aqidasiz amal qimmatsiz va e'tiborsiz bo'lganidek, axloqdan ayrilgan aqida bilan amalmi behudadir. Aqida bilan axloq orasidagi munosabatmi intayin zich bo'lib, insonning ruhi iymon va aqida bilan sug'urilib qolmay, uni himoya qilib turish, muhofazat qilish, uning ta'mini tetish, shundaqla ushbu iymonliq ruhni poklash, tarbiyalash, uni insoniy kamolat tomon ilgirlatish qatorliqlarga muhtoj bo'ladi. Aqidani quvvatlantirish va uni kamal topqizish ehtiyojini faqat axloqiy va ruhiy tarbiya orqali ishga oshirish mumkin. İslomiy axloq mayli aqidada bo'lsin yoki ibodat amaliyotlarida yoki muomala taraflarida bo'lsin, roli joriy bo'lgan sari bevosita holda iymonning kuchayishini, aqidaning shaksiz, suzuk va pok bo'lishini kamolatga ega qiladi. Demak, aqidaning rus va barqaror bo'lishi axloqiy tarbiyaga ehtiyojliq. Axloqning ma'niga, qimmatga, ajrga erishishi bo'lsa, to'g'ri aqidaga ehtiyojliq. Bu nuqtadan aqida bilan axloq har vaqt bir-biriga muhtoj va hamrohdir. İslam dini Allah'ның insoniyatning baxt saodat uchun tanlagan va rozi bo'lgan dini bo'lish sifati bilan insonning har bir moddiy va ma'naviy taraflaridagi agirlik va nuqsonliqlarni, axloqiy aynishlarni tuzash va isloh qilish tabiatiga ega. Bu jihatdan u oshqo'lliqlarga, tajovuzchilikqa qarshi turadi. Razil va qabih sanaladigan har bir insoniy va ijtimoiy fasodchiliklarga qarshi kurash qiladi. Shuning bilan birga shaxsning e'tiqod yoki amaldagi to'g'ri yo'ldan qayib ketadiganligi tarafini isloh qilishga ko'ngil bo'ladi. Mazkur afzalliklardanmi uning inson hayotining ayrilmas bir parchasi ekanligini ko'rib olish tamoman mumkin albatta. Islom aqidasi tavhid asosiga qurilgan aqida. Islom dini bu uning tavranmasligi, mustahkam turishi uchun mazkur prinsipga axloq masalasiga chetiladigan bir sifatni yandigan bo'lib, Qur'on Karim bu sifatni zulm nomi bilan atagandir. İbn Mas'ud radhiyallohu anhu mundaq deydi: Azobdan amin bo'lish iymon aytgan va iymoniga zulm aralashtirmaganlarga mansubdir. Ular hidoyat topquchilardir degan oyat nozil bo'lganda, mazkur oyat sahobalarga qattiq og'ir keldi. Ular: "Ey Allohning elchisi, qaysi birimiz zulm qilib salmagan?" dedi. Shuning bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ularga tushuntirib mundaq degan edi: "U sizlar tushungan zulm emas. Bu zulm shirkni ko'rsatadi. Sizlar Luqman alayhisalomning o'g'liga qilgan bunu so'zini anglamaganmi? Ey o'g'lim, Allohga sherik keltirmagan. Sherik keltirish haqiqatan zo'r gunohdir." Ko'rib olishga bo'ladiki, ijtimoiy hayotda insonlarning bir-biriga yoki o'z-o'ziga qilgan nohaqchilik va adolatsizliklari axloqiy jihatdan insonni nafratlantiradigan zulmni shakllantiradi. Islom aqidasida kishining o'z aqidasi va iymoniga zid keladigan har qanday narsani aralashtirib qo'yishi yoki shuningga o'xshash xarakterdagi ma'lum ish harakatni sodir qilishi, bir narsaga aqida qilib turib, uningga muxolif ekanligi aynan va oshkora bo'lgan ikkinchi bir narsaga parvosizlarcha aqida qilishi axloqiy nuqtadan o'z aqidasiga va iymoniga qilgan haqoratidir. Mana bu e'tiqodga va iymonga qilingan bir turlik zulmdan iborat. Axloqiy jihatdanmi o'z aqidasiga qilingan hurmatsizlik va osiylikdir. Islom aqidasida sherik keltirmaslikdan iborat aqidaga yondashtirilgan ushbu sifat o'zining barliq variantlari va xilma-xil turlari bilan qo'shilib, umumiy holda zulmni gavlandirganlik uchun mazkur sifat yuklangan har qanday ideya yoki ish harakatni iymon e'tiqod doirasiga elib kirish islomda man'iy qilingandir. Shuning uchun islomning aqida gulzoriga iymonning sha'nini bulg'aydigan, uning pokligiga, sofligiga ta'sir yetkazadigan har qanday urug'ni terish va baxlantirishga urinish islom dinining nazarida eng chong zulm hisoblanadi. Chunki dinning amal qismida yuz bergan zulm kishini dindan chiqarmaydigan, ammo og'ir darajada gunohkor qiladigan qabih jinoyat sanalsa, dinning ul va asos qismida yuz bergan zulm kishini hidoyatdan, dunyolik ichki huzurdan, amillikdan, oxiratdagi nijotlik va xotirjamlikdan mahrum qiladi. Bu nuqtadan amal qismida yuz bergan zulmga nisbatan dinning aqida qismida yuz bergan zulm eng chong zulm hisoblanadi.
Muhammed Aleyhisselam özünün meyli aqidada bolsun, meyli amalda bolsun, insonning ichki yoki tashqi dunyosiga aralashib qolgan barliq qabihlik va zulmlarga qarshi turish uchun, shundaqla aqidaga, amalga, shaxsga va jamiyatga ta'sir ko'rsatadigan barliq razilliklarga xotima berish va ularni isloh qilish uchun avatilganligini bayon qilgan. U zot mazkur nuqtani tuvandagi ixcham, ammo cho'nqur ma'noga ega so'zi orqali ifodalab mundaq degan edi. Men barliq go'zal axloqlarni mukammallashtirish uchun avatildim. Şoňa aqidaning o'rnishi kuchlik iymonga shaksiz tasdiqlashga muhtoj bo'lganidek, uni mustahkamlash, o'lini chingitish va uni parvish qilish qatorliqlar axloqiy tarbiyaga muhtojdir. Bu yana ruhiy tarbiya deb ataladi. Islomda ruhiy tarbiya iymon va amalning shar'iy talabga loyiq bo'lishini kafolatga ega qilish bilan birga insonning hayotdagi qadr-qimmatini tunishiga yordam beradigan muhim o'tkal hisoblanadi. U yana Allah yaxshi ko'rgan, so'ygan va rahmatiga nail qilgan ulug' bandalar qatoridan bo'lishdek eng buyuk sharafni qozondiradigan muhim halqalarning biri. Qur'on Karim nijotlikning iymon ahlining o'sha bu axloqiy va ruhiy tarbiyada utuq qozonishiga qarashli ekanligini bayon qilib mundaq deydi. Ruh bilan va uni chiroyli qilib yaratgan, uningga yaxshi yomonlikni bildirgan zot bilan qasamki, ruhini pok qilgan odam cho'qim murodiga yetadi. Shams surasi 7 va 8 oyatlar. Shuningdek, aqida bilan axloq orasidagi munosabat o'zaro takomillashtirish va hamkorlik munosabatidir. Axloqiy tushkunlik amaliyotda xato e'tiqoddan kelib chiqqan bo'lib, uni tuzashning birdan-bir yo'li to'g'ri aqidadir. Aqida sog'lom bo'lsa, insonning ish harakatimi axloq fazilat bilan beziladi. Axloqning go'zalligi iymonning kamolatini suratlasa, iymonning komilligi axloqning kamolatini gavdalantiradi. Payg'ambar alayhisalom bu vaqtda mundaq deydi: Müminler içinde imanı en kamil kişiler, ahlakı en güzel bulganlarıdır. Mustahkam iman ve doğru aqida nefsini zulmetten yoruqlıqqa ilip çıkıp, qalbda haqiqatning nurluq quyoshini parlatıdı. İnsanның tefekkürünü ve iş hareketlerini tabiiyle Allah'ның razılıqı ve körsətmələri tarafki yeteklep, insanı güzel ahlakka, faziletlik iş amellerine öndeydi. Doktor Abdurrahman Habarnaka Al-Maydani mundaq deydi: İslamda imani qoida prinsipning barliq elementlari mavjud. Mazkur elementlar iman ahlini go'zal axloq bilan zinnatlanib, nachar qilmishlardan yiroq bo'lishga undaydi. Turmushdagi har bir ish harakatda go'zal axloqni chang tutishga harakatlantirib, bu orqali Allohning roziligiga erishishga va Allohning huzuridan katta savob ajr olishga qiziqtiradi. Cheklangan nachar qilmishlarni sodir qilish va uni ish harakatlarda ifodalashning oqibatlaridan to'sib, bu xil qilmishlarning Allohning nafratiga va og'ir jazolashiga sabab bo'lganligini eslatib turdi. Shunga Payg'ambar alayhisalom hayo qilishdan iborat go'zal fazilatni iymon shoxlaridan biri deb sifatlagan. Imom Buxoriy va Imom Muslimlar rivoyat qilgan hadisda Payg'ambar alayhisalom mundaq degan: İman cəmi 70 neçə yoki 60 neçə şaxşıdan tərkib tapqan. İmanның ən yuqori dərəcəsi bolsa, Allah Taala'dan başqa heç ilah yoxdur deyişdir. İmanның ən tüvən dərəcəsi bolsa, yol üstüdən kişilərə əziyyət yetkizadigan nərsələrini elib etişdir. Haya imanның bir şəxidir. İslam dinida iman ana şundaq mənəvi fəaliyyət. O öz əhliga ilmi cəhətdən gözəl əxlaq deyə qaralğan, əksi qabih sanalğan, əslində gözəl ikənligi müəyyənləşdirilən barlıq əxlaq fəzilətlərini bəxş edir. İnsani ang ve sağlam tabiatni güzel ahlak tarafki yeteklep, güzel ahlakka zıt iş hareketlerden nabratlanadigan, qaçadigan ruh yetildirdi. Yuqorqilardan İslamda aqida bilan shariat orasidagi munosabat qandoq chambarchas bog'langan bo'lsa, aqida bilan axloqning bir-biri bilan ana shundoq bir gavda holatida ekanligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Martaba jihatdami aqidadagi axloq amaldagi axloqdan ustun va muhim o'rinda turadi. Chunki ichki go'zallik tashqi go'zallikdan, ma'naviy poklik jismoniy poklikdan har qachon ustun va afzaldir. Sajiya Islom tadqiqot markazi